oliy ma'lumotli psixologman. Pedagogika psixologiya yo'nalishida o'qib, bakalavr magistratura tamomlaganman. Hozirda Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetida pedagogika psixologiya yo'nalishida dars beraman. Pedagog psixologman. Oilaliman, 3 nafar farzandim bor va nazariyada olgan bilimlarimni shu farzandlarimda qo'llab, ulardan olgan natijalarim, xulosalarimni ilmiy, nazariy va amaliy shaxsiy tajribamga asoslangan bilimlarimni o'quvchilarim, shogirdlarim va obunachilarim bilan bo'lishib boraman. Pedagogika fanlari falsafa doktoriman, aytdimmi uni? Va sayens doktorantman. Doktoranturada 3-kursda o'qiyman. Ilmiy ishim mavzusi aynan maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq o'stirish mavzusi bo'lgan va bevosita psixologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan. Nimaga bu ma'lumotlarni sizlarga aytyapman? Nega aynan men bu mavzuda gapira olaman va kimdan bu ma'lumotlarni olayotganinglar albatta sizlarga qiziq bo'lish kerak. Kim sizlarga bu ma'lumotlarni beryapti va bu haqida gapirishga qanchalik haqqi borligini bilishinglar uchun sizlarga o'zim haqimda, o'zimning pedagogik faoliyatim haqida ma'lumot berib o'tdim. Kanalga birinchi marta qo'shilganlar, meni birinchi marta ko'rayotganlar bormi? Bugun meni birinchi marta ko'rib turganlar, meni tanimaydiganlar, kanalimizga e'lon orqali bugun birinchi marta kirganlar, qo'shilganlar bormi? Xo'p. Hozir kirdim. Demak, birinchi marta meni ko'rib turganlar bor ekan. O'zim haqimda yetarlicha ma'lumot berdimmi? Men birinchi marta kirishim. Xo'p, tanishganimdan xursandman, Dildora, xursandman hammanglardan. Hammanglarni shu darsimga kirib aktiv bo'layotganinglardan juda ham xursandman. Men e'lon orqali kirdim. Xo'p. O'zim haqimda bergan ma'lumotlarim yetarlimi? Nima uchun bugun men bilan jonli efirni o'tkazib yubormay eshitishinglar kerakligi haqida tasavvur paydo bo'ldimi sizlarda? Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p. Tomonni qirib oldik. Endi sekin darsimizni boshlaymiz. Demak, sizlarga aytib o'tdim, nega aynan darsimiz baqirishdan qo'rqib qolgan bolani 8 ta belgisi deb nomlanishi haqida. Demak, Instagram postimga 3 kun oldin Instagram kanalimga, uzr, ozgina hayajonlanyapman va videoni yoqsam o'zimga qarab chalg'yapman. Demak, Instagram kanalimga baqirishdan qo'rqib qolgan bolani 8 ta belgisi deb nomlangan. Tak, shovqinlar, Komilaxon, shovqinlar. Xo'p. Baqirishdan qo'rqib qolgan bolani 8 ta belgisi deb nomlangan postimga agar kim ko'rmagan bo'lsa Instagram kanalimga o'tib o'sha postni ko'rib reaksiya qoldirib, fikrlaringizni yana yozib qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Va o'sha postga kelgan juda ham ko'plab fikr mulohazalar va savollar natijasida bugungi jonli efir o'tkazilyapti. Demak, hali postni ko'rmaganlar uchun biroz tanishtirib o'taman. Post haqida ma'lumot beraman. Demak, postda baqirishlardan, ya'ni kattalarni baqirishidan, urishidan, jazolashidan qo'rqib qolgan bolalarni 8 ta belgisi haqida gapirilgan. Demak, ko'pincha biz bolaga emotsiyaga berilib yoki bir qanaqadir kayfiyatimiz yo'q holda yoki o'zimizni qo'lga ololmay bir jazavaga tushib bolaga baqirib yoramiz. Ba'zida nimaga baqirganimizni tushuntiramiz, uzr so'raymiz, ba'zida esa esimizdan ham chiqib ketadi va shu natijada bola har xil psixologik travma olish ehtimoli juda ham katta. Bo'lishi mumkin, ha baqirdi deb o'tkazib yuborishi mumkin, lekin bo'lishi mumkin bolaga bu holat juda og'ir botishi va bolani ongida jiddiy zarar yetkazadigan darajada travma berishi mumkin va bu travma olinganligi, ya'ni aynan baqirishdan olingan travmani belgilari haqida post qo'yganman Instagram kanalimga va o'sha belgilarni hozir sizlarga eslatib o'taman.
Demak, birinchi belgisi aynan baqirishdan, ota-onasini baqirishidan cho'chib qolgan, bezib qolgan, qo'rqib qolgan bolani birinchi belgisi bu ko'p kechirim so'raydi. Bunaqa bolalar kerak emas joyda kechirim so'rayveradi. Ya'ni bu gap tarbiyali, uzr so'rab, uzrli, dejurniy, kechirasiz kirsam maylimi, kechirasiz soat nechi bo'ldi, sizni bezovta qilmayapman degan kechirim haqida gap ketmayapti. Qizlar, demak, bitta gap aynan kerak emas joyda. Ayb unda bo'lsa-da, bo'lmasa-da, uni ayblov gap bo'lmayotgan bo'lsa-da, shunchaki unga qanaqadir fikr etilayotgan bo'lsa-da, kechiring deb ko'p kechirim so'raydigan bolalar haqida aytilyapti. Demak, agar bunaqa holatni farzandingizda yoki yaqiningizda farzandida kuzatgan bo'lsangiz, plus belgisini tashlab qoldiring. Demak, agar siz shu belgini o'z ko'zingiz bilan kuzatgan bo'lsangiz yoki o'zingizda bu holatni kuzatgan bo'lsangiz, plus belgisini yozib qoldiring. Men bunaqa og'riq necha kishiga tanishligini ko'rmoqchiman. Demak, ko'p kechirim so'rash, kerakmas joyda, bo'lmas joyda kechirim so'rash xususiyatiga ega bo'lishadi. Demak, bunaqa qo'rquv ostidagi bolalar. Demak, bu birinchi belgisi edi. Ikkinchi belgisini gaplashamiz. Ikkinchi belgisi kattalardan qo'rqadi. Ya'ni kattalardan deganda o'sha katta insonlar bilan gaplashishdan, ular bilan ular qanaqadir unga gap aytishsa, fikr aytishsa, o'zini trenerlaridan, ustozlaridan, nainki ota-onasidan yoki buvi dodalaridan bunday bolalar qo'rqishadi. Qanaqadir arzimagan xatti-harakatlar yoki bir salgina bir belgi bo'ladigan bo'lsa, bunaqa bolalar o'zlarini olib qochishadi, nari ketishadi. Bir gap bilan aytganda, o'zi kuzatganda seziladi, katta insonlar bilan gaplashishdan qo'rqishayotgani. Demak, hatto o'z ota-onasidan ham to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilishdan qochishadi, chunki ularni ongida katta inson xavf manbai bo'lishi mumkin. Ya'ni u bilan muloqot bolaga qanaqadir zarar yetkazishi mumkin degan o'zini ichki yashirin qo'rquvlari bo'ladi. Demak, bolani tafakkurida katta inson obrazi xavfsiz emas deb muhrlanib qolgan bo'ladi. Agar bunaqa belgini kuzatgan bo'lsanglar, sizlar ham bir belgisini yozib qoldiringlar. Demak, agar kattalardan bolani qo'rqishi o'zinglar kuzatgan bo'lsanglar, o'zinglarning farzandinglarda yoki yaqinlaringlarda yoki o'zinglarda bo'lishi mumkin. Shunaqa kommentariyalar ham keldi. Bu mani yoshim 20da, 30da, 40da, lekin bu belgilar menda ham bor degan fikrlar ham yo'q emas, ko'plab keldi. Shuning uchun agar o'zinglarda buni kuzatayotgan bo'lsanglar ham bir sonini yozib qoldiringlar. Ko'ring nechta odamda shu belgilarni kuzatilgan. Demak, ikkinchi belgisi kattalardan qo'rqadi. Uchinchi belgisi shaxsiy chegaralarni qanday o'rnatishni bilmaydi va ularni himoya qila olmaydi. Demak, shaxsiy chegaralar tushunchasi nisbatan deylik yangi termin bo'lgani bilan u allaqachon bizning hayotimizda bor bo'lgan, faqat uni shaxsiy chegarada biz ishlatmaganmiz. Shaxsiy chegaralar bu shaxsiy xavfsizlik. Bu o'sha bizni bolalarga o'qtirib o'rgatayotgan o'sha ichki kiyim qoidalari bilan hammasi shaxsiy chegaralarga kiradi. O'ziga yoqmagan ishlarni bajarmaslik. Demak, shaxsiy chegaralarni o'rnatishni bilmaydigan va o'zini qanaqa shaxsiy chegarasini himoya qilishni bilmaydigan bolalar o'zlarini yoqimsiz ishlarga boshlashganda ham yo'q deya olmay rozi bo'lib qo'yishadi. Bu oddiy ko'ringani bilan shaxsiy chegara nima degan bir oddiy qaralgani bilan aynan mana xususiyat, mana belgi eng xavflisi hisoblanadi. Eng xavflisi shaxsiy chegarasini chunki bilmaydigan, himoya qila olmaydigan bolalar pedofillar uchun ham juda ham yaxshi o'lja hisoblanadi. O'sha teginishda, jismoniy bir yoki seksual teginish, zo'ravonlik bo'lgan paytda bunaqa bolalar o'zini himoya qila olmaydi. Demak, shaxsiy chegaralarni o'rnata olmaydigan, o'ziga yoqmaydigan ishlarni buyursangiz ham hop deb bajaradigan bolalar eng xavf ostidagi kategoriyada hisoblanishadi.
Demak, bunaqa holatni kuzatganmisizlar? Agar kuzatgan bo'lsanglar, 2 belgisini yozib qoldiringlar. O'zingizlarda kuzatganmisizlar, farzandingizlarda kuzatganmisizlar? O'sha o'ziga yoqimsiz ishlarni buyurganda ham xo'p deb qo'yadi. Keyin bo'ladi, uyga kelganida so'rasangiz, nimaga o'sha ishni qilding? Desangiz, bilmadim, yo'q deya olmadim. Yo'q desang nima bo'lardi? Desa, bilmadim, yo'q deya olmadim deb turaveradi bola. O'ziga yoqimsiz ishlaga ham xo'p deb rozi bo'lib qo'yadi. Ya'ni shaxsiy chegaralarini o'rnata olmaydi va ularni himoya qila olmaydi. O'zi umuman shaxsiy chegaralarini himoya qilish haqida yo'q tushunchasi yo'q. Yoki tushunchasi bo'lsa ham, shaxsiy chegarasi buzilayotganini anglab, sezib, his qilib tursa ham yo'q deb aytolmaydi. Chunki yana o'sha boya aytganimizdek, unga baqirishlaridan, tajovuz qilishlaridan qo'rqadi. Demak, keyingi belgisi o'zini emotsiyalarini, ya'ni his-tuyg'ularini ochiq ifoda eta olmaydi. O'zini his-tuyg'ularini ochiq ifoda eta olmaydi. Bu nimada namoyon bo'ladi? Bola xafami, bola tushkunlikdami, yoki bolani bir qanaqadir ko'yniga tegadigan vaziyat bo'ldimi? Bu his-tuyg'ularini to'g'ri ifoda eta olmaydi. Ya'ni xafa bo'lsa ham, xursand bo'lsa ham bildirmaydi. Bu ham juda ham yaxshi emas xislatlarga kiradi. Chunki emotsiyalarni ochiq ifoda etish insonni bevosita kelajakda o'sha baxtli yashashi, to'g'ri munosabatlar o'rnatishi, to'g'ri o'zini qobiliyatlarini to'g'ri namoyon qilishi, juda ko'p holatlarda his-tuyg'ularni to'g'ri ifoda etish muhim hisoblanadi, muhim faktor hisoblanadi. Demak, biz sanab o'tamiz, baqirishlardan qo'rqib qolgan bolani yana bitta belgisi bu o'zini emotsiyalarini ifoda eta olmaydi. Agar shunaqa holatda sizlar ham kuzatgan bo'lsanglar, 3 belgisini, 3 sonini yozib qoldiringlar. Demak, his-tuyg'ularni ifoda eta olmaydi. Xafa bo'lsa ham indamay turaveradi, xursand bo'lsa ham bo'ladi. Mana misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, ukasiga bir narsa olib berdingizda, indamay chetda qarab turibdi. Xafa bo'lmadingmi, bolam desangiz, yo'q deydi. Balki chetdan bu tarbiyali, yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin aslida yaxshi xislat emas. Chunki bola o'sha mana biz aytamiz-ku, isterika qilyapti, janjal qilyapti, menga shuni olib beringlar, menga nimaga olib bermadinglar deb janjal qilyapti deb xafa bo'lib mutaxassisga murojaat qilishadi. Lekin aslida bu o'zini o'sha shaxsiy fikrini, o'zini emotsiyalarini namoyish qilishi hisoblanadi va u darajada yomon narsa emas. Bolani o'sha kapriznichis qilishi, janjal qilishi qaytanga bu xuddi bitta misol bilan aytib ketaman. Kasal bo'lganda vrachlar bilishadi, ismi chiqsa, demak yaxshi. Ismi bu organizm kurashayotganini belgisi. Lekin odam kasal bo'lsa, lekin hech qanaqa belgisi bo'lmasa, mana shu yomon. Vrachlar meni fikrimni qo'llab-quvvatlashadi. Demak, ismi chiqayotgani organizm reaksiya bildirayotganini ko'rsatib berganda, bolani reaksiyalari ham o'sha xafa bo'lishi, janjal qilishi, isterika qilishi ham uni o'sha ichki holatini ko'rsatib beradi va bu narsalarga biz bir yomondek qarab emas, aksincha nima bilan kurashishimiz kerakligi, nimani ustida ishlashimiz kerakligini belgilari sifatida qarashimiz kerak. Demak, his tuyg'usini ifoda eta olmaydi. Bola emotsiyalarini ifoda eta olish kerak. Psixologiyada buni emotsionalniy intellekt deydi. Emotsional intellektni bolalik, o'sha ilk bolalik davridan boshlab rivojlantirish tavsiya etiladi aslida. Lekin uje maktabga chiqqan bola yoki o'smir yoshidagi bola o'zini his tuyg'ularini ifoda eta olmasligi bu normadan og'ish hisoblanadi. Keyingisi juda ajoyib belgi, bu perfeksionizm. Perfeksionizm bu hamma narsani ideal, mukammal qilishga intilish. Kichkinagina bo'lsa ham xato yoki kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, betoqatlik. Shu bo'yicha fikringlarni yozib qoldirishinglarni xohlardim. Nima deb o'ylaysizlar? Perfeksionizm sizlarning fikringlarcha bu qanaqa xislat? To'g'ri xislatmi, noto'g'ri xislatmi? Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? O'rtada so'ramadim. Men kamerani o'chirib anaqaga kiraman. Tak. Chatga kiraman. Sizlarning yozgan fikrlaringlarni ko'rib turish uchun. Ruxsatinglar bilan.
Xo'p, ovozim yaxshi eshitilyapti. Demak, mana javoblarni yozibsizlar. Rahmat hammanglarga aktiv javob berayotganlarga. Demak, perfeksionizm. Perfeksionizm bu har bir ishni ideal, mukammal bajarishga intilish. Va sizlarning fikringlarni so'ragan edim. Perfeksionizmga munosabatinglar qanaqa? Chetdan qaraganda bir zo'r narsaga o'xshab ko'rinar. Voy, mani bolam faqat 5 ga o'qiydi, 5 olmasa chidolmaydi. To'g'risi yig'lab o'tiradi. Eshitamiz ota-onalardan shunaqa fikrlarni. To'g'risi yig'lab o'tiradi. Yoki biron ishni mukammal qilib bajarmaguncha qilaveradi. U qayta qilaverishi yaxshi, lekin mukammal chiqmaguncha u ishni tan olmasligi, chetga surib qo'yishi bu o'ziga o'zi jabr qiladigan holat hisoblanadi. Demak, fikringlarni yozib turinglar, men ungacha tushuntirib turaman. Perfeksionizm nimasi bilan qo'rqinchli qizlar? Hurmatli ota-onalar, bilmayman otalar bormi hozir chatda, lekin qizlar deb murojaat qilib turaman. Demak, perfeksionizmni nimasi yomon? Perfeksionizm bu insonni o'sha mukammal darajaga yetkazmaguncha ishini odamlarga ko'rsata olmasligi yoki kelajakda bu nima bilan xavfli? Misol tariqasida keltiradigan bo'lsam, unaqa insonlar o'ziga juda ham katta talab qo'ygani uchun biron bir ishni umuman bajara olmaydigan darajaga kelib qoladi. Chunki ishni bajaraman desa, yaxshi chiqmasa-chi, odamlar uni qabul qilmasa-chi, men ideal qila olmasam-chi, boshqalar mendan ham yaxshi qilyapti-ku. Ya'ni boshqalarning ishi uni ko'ziga ideal, undan ham yaxshi ko'ringani uchun, unikidan yaxshi ko'ringani uchun o'zini ishini, o'zini deylik bajargan qanaqadir rassom bo'ladigan bo'lsa, chizgan rasmini, oshpaz bo'ladigan bo'lsa, pishirgan ovqatini odamlarga olib chiqib taqdim qila olmaydi. Va o'zini qobig'ida uralib yuraveradi. Yoki deylik arzimagan tartibsizlikdan ham jazavaga tushadi. Ertalabdan kechgacha tartib o'rnataveradi, porядок qilaveradi, chang-pollarni artaveradi, burqa qilaveradi. Xuddi bu hayotda tartib o'rnatishdan boshqa ish yo'qdek. Yoki salgina tartibsizlik bo'ladigan bo'lsa, fikrlari tarqab ketadi, umuman ish qila olmaydi, mana shunaqa. Bu perfeksionizm aslida normadan og'ish hisoblanadi. Chunki agar bundoq mantiqan olib qaraydigan bo'lsak ham, ideallik yo'q. Ideallik faqat Allohga xos. Banda ideal bo'la olmaydi. Bandani ishi ham ideal bo'la olmaydi. Lekin bizani vazifamiz ishni ideal bajarish emas. Shunchaki bajarib, uni ozmi ko'pmi odamlarga foydasi tegadigan qilib, jamiyatga olib chiqib namoyon qilish. O'zimizni bajargan ishimizni jamiyatga olib chiqish. Agar bizni ideal bo'lishini kutadigan bo'lsak, bir umr kutib o'tiramiz va hech qachon birinchi qadamni qo'yib, o'sha o'zimizni rivojlantira olmaymiz. Qachonki bizni bajargan ishimizni, mayli sidqi dildan bajarish haqida gapirilmayapti bu yerda. Sidqi dildan qo'lingizdan kelgancha yaxshi bajarib, ozmi ko'pmi qanaqa chiqqan bo'lsa ham olib uni odamlarga ko'rsatish, namoyish qilish, bundan uyalmaslik, qo'rqmaslik xususiyati bizda bo'lsa, bizda o'sish bo'ladi. Har keyingi bajargan ishimizni bundan ham yaxshi bajarib ketaveramiz. Men endi hozir bu yerda bilasizlarmi, o'sha bir nimani yasab olib chiqadigan insonlarni hozir xayolimda ushlab turib gapiryapman-da. Ovozim eshitilmayaptimi? Ovozim eshitilyapti. Darsi zapisini bilmayman. Muxlisa, agar bizani eshitayotgan bo'lsangiz, darsimiz zapis bo'lyaptimi? Darsimizni zapis qilib qo'ying. Ko'pchiligiga foydali bo'ladi. Hozir ulgurib eshitolmayotganlar keyin qo'yib eshitishlari mumkin. Demak, fikringlarni o'qiyman, demak ovozim eshitilyapti. Xo'p, demak, perfeksionizm u darajada yaxshi xislat emas. Kechirasizlar, hozir tomog'im. Xo'p, demak, perfeksionizm bu o'sha odamlarning rivojlanishiga, keyingi bosqichga o'tishiga, yana ham yaxshi natijalar ko'rsatishiga, umuman o'zini проявлять degan so'z bor. O'zini namoyish etish, deylik, blog yurg'izishda yoki mana hammaga tushunarli misol keltiraman. Maktabda dars tayyorlab keladi, lekin chiqib javob bera olmaydi. Nimaga javob bermading desa, yetarli darajada yaxshi tayyorlamagan edim deydi. Yoki boshqa sinfdoshlarining fikrini eshitadi-da, ular zo'r javob berdi. Men bunaqa yaxshi tayyorlamagan edim deydi-da, tayyorlab borgan ishini ham ustoziga ko'rsata olmay qaytib keladi. Tanishmi bu holat?
yodlagan she'rini ham aytib bera olmaydi, chizib borgan rasmini ham ustoziga ko'rsata olmaydi yoki tayyorlab borgan matnini ham chiqib aytib bera olmaydi. Nimaga desa, yetarli darajada yaxshi emas edi degan fikr uni qo'l oyog'ini boylagan bo'ladi. Demak, perfeksionizm bu normadan og'ish hisoblanadi. Buni aytdim va agar normadan oshib ketadigan bo'lsa, insonga juda katta zarar qiladi va perfeksionizm bu o'sha baqirishdan qo'rqib qolgan bolani yana bitta belgisi edi. Xo'p, demak, keyingisi baland ovozdan qotib qolishi. Mana shu holat juda ko'pchilik ota-onalarga tanish bo'lsa kerak. Baland ovozdan qotib qoladi. Qanaqadir shovqin bo'lsa, u shovqin unga baqirish unga tegishli bo'lmasa ham, yonida ukasini baqirib urishsangiz ham qotib qoladi. O'sha paytda hech qanaqa, masalan, deylik, ukasi, mana bitta keys bilan misol keltiring, ukasi nimanidir sindirib qo'ydi, siz baqirib urishyapsiz. Bor, spirgini olib kel, plisosni olib kel, xokandozni olib kel, yig'ishtirib ol deyapsiz, lekin farzandingiz qotib sizga qarab turibdi. Qotib qoladi, turmizlanib qoladi. O'sha payt uni sizga yordam bermayotganini ko'rib, yana ham ko'proq jazavaga tushasiz. Anqov, karmisan, merov deb baqirib ketadi ota-ona. Nimaga aytganimni qilmasa, bor deydi, baqiradi, turtkiliydi. Lekin bu qotib qolish sizni atay jig'ingizga tegish uchun yoki sizga yordam berishni xohlamagani uchun bo'lmayapti. Biling, bu o'sha siz bundan oldin qilgan xatolaringizni natijasi. Ya'ni siz bolaga baqirgansiz va shuning uchun ham qanaqadir qattiq holat, qattiq baqirish bilan bog'liq holat bo'ladigan bo'lsa, bola qotib tormizlanib qoladi. Bu organizmning tabiiy javob reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni bu organizm javob beryapti. To'xta, qot, agar qimirlasang, hozir senga zarar bo'ladi degan signalni beryapti va o'sha organizmning tabiiy reaksiyasini hisobiga xuddi qo'l oyog'i taxta bo'lib qotib qolganga o'xshaydi. Bu narsani biz katta bo'lganimizda o'zimizda ham kuzatganmiz. Men buni misol tariqasida keltiraman. Shu mashina yo'ldan o'tayotganingizda tez bir mashina kelayotgan bo'lsa, qatga yurishni bilmaysiz, qotib qolasiz. Yoki shaxsan meni o'zimda bo'ladigan narsa, bolam yiqilayotganini yoki bir yordam kerakligini riski ko'rib qolsa, masalan, kravatdan yiqilyapti yoki bir yomon oyog'i qayilib ketib yiqilayotganini ko'rsam, unga yordamga yugurish o'rniga oyog'im xuddi paxtadek, umuman oyog'imni his qilmaydigan darajada qotib qolardim. Og'zim, fikrlarim ishlardi. Ukangga qara, yordam ber derdim, lekin xuddi qo'l oyog'im qotib qolgandek bo'lardi va bu holatni ustida ishlamagunimcha bu narsani yengib o'tolmaganman. Bu narsani ishlaganimdan keyin o'tib ketgan, o'z ustimda ishlab, uni sababini topib ishlaganimdan keyin o'tib ketgan. Ya'ni katta bo'lganingizda ham bu holatni kuzatasiz. Qanaqadir qattiq shovqinni oldida yoki xavfni oldida, xavf tug'ilyapti, xavf bostirib kelyapti, o'sha vaziyatda qochishi o'rniga to'xtab qotib qoladi bola. Uyda явный ko'radiganingiz bolada o'sha baqiriq, shovqin, hatto birovni qo'shnini bolasini birov ushlayotgan bo'lsa ham shunaqa qotib qolib, anqayib turadi. Bizga shunaqa ko'rinadi-da va kattalar uni battar jazavaga tushib, karmisan, anqovmisan, dovdirmisan, nimaga qarab turibsan, nimaga qochmayapsan yoki nimaga aytganimni qilmayapsan deb bolani urishlari vaziyatni yanada chigallashtiradi, yanada vaziyat chuqurlashib, yomonlashib ketishiga sabab bo'ladi. Demak, bunaqa baqir-chaqir qilib bolani haqoratlashni umuman qilish kerak emas. Xo'p, demak, keyingi belgisi bu bolani yuzma-yuz suhbatdan qochishi. Bu belgi ham juda ham ko'pchilikka tanish, buni bilaman. Bola qanaqadir xato ish qiladimi yoki shunchaki gaplashmoqchisiz, bolani chaqirib bir fikr bildiradigan bo'lsangiz, xonadan chiqib yurib ketaveradi. Qochib ketaveradi, ketib qoveradi oldingizdan, yoningizga o'tkazib gaplashishi umuman imkoni bo'lmaydi, ketib qoveradi oldingizdan. Bu xoh siz bilan bo'lsin, xoh ustozlari bilan bo'lsin, shu yuzma-yuz suhbatdan bola qochadi.
Demak, bunda ko'pincha bolani o'zini qobig'iga o'ralib qolganini ko'ramiz. Bola o'zini qobig'iga o'ralib olishi mumkin. Fikrlar bildirsa, o'sha odamovi bo'lib, o'zini olib qochib, kam gap bo'lib qolishi mumkin. Yoki biron bir kishi bilan suhbat qurish mobaynida hech qanaqa tashabbus ko'rsatmasligini guvohi bo'lamiz. Masalan, kattalar bilan yoki tengqurlari bilan gaplashayotganda savol bermaydi, o'z fikrini ifoda qilmaydi, qiziqishlarini bildirmaydi, umuman suhbatga bir qanaqadir mayilligini ko'rsatmaydi. Siz gapiraverasiz, u xuddi eshitmayotganga olib turaveradi. Bunaqa holat ham menimcha ko'pchilikka tanish bo'lsa kerak. Demak, o'z fikrini bildira olmaydi suhbatlar mobaynida yoki agar katta odam bilan suhbat bo'ladigan bo'lsa, shunchaki o'rnidan turib ketib qoladi, qochib ketadi yoki shu o'zini eshitmayotganga olib turadi. Va buni nima uchun qiladi? Qayerdadir u o'zini fikrini aytgani uchun, o'zini gapini sizga tushuntirmoqchi bo'lgani uchun siz uni qattiq urishib bergansiz, koyigansiz. Hozir bitta mana shu fikrga bitta misol ham aytib ketaman. Siz uni koyiganingiz uchun u hozir hech qanaqa so'z aytmaydi, chunki o'zi aytgan so'zi o'ziga qarshi chiqishi mumkinligini bola biladi. Hozir men yana o'sha bironta so'z aytsam yoki fikr aytsam yoki gap aytsam, o'sha so'zim o'zimga qarshi qo'llanilishi mumkin yoki aytgan gapimni ustidan kulishlari mumkin. Mana shu qo'rquv bolani o'sha siz bilan ochiqdan ochiq suhbat qilishdan tormizlab, to'xtatib turadi. Agar bu holatni kuzatgan bo'lsanglar, yozib qoldirishinglar mumkin. Demak, kim kuzatgan? O'sha yuzma-yuz ochiq suhbatdan qochadi bola, odamovi bo'lib qoladi, o'zini qobig'iga o'ralib oladi va o'sha dialog qurish mobaynida ham, shu suhbat mobaynida hech qanaqa inisiativa bildirmaydi, ya'ni tashabbus ko'rsatmaydi, o'zi g'oyal aytmaydi, o'zini o'sha biron bir so'z aytsa, gap eshitishidan qo'rqib qolganini belgisi hisoblanadi bu. Demak, odamovi bo'lib qolgan bolalar o'zidan o'zi shu ochiqdan ochiq suhbatdan qochadigan bo'lib qolgan bolalar. Bular tengqurlar bilan ham unda kuzatsangiz, o'sha tashabbuskor bo'lmaydi, kim nima desa o'shani fikriga qo'shilib ketaveradi, o'zini bir fikrlarini, g'oyalarini bermaydi. Xuddi chetdan qaraganda xuddi bo'sh odamga o'xshab qoladi. Fikri yo'q, g'oyasi yo'q, bo'sh odamga o'xshab qoladi. Demak, yuzma-yuz suhbatdan qochadi. Bu 7-belgisi edi va keyingi belgi. Doimiy xavotir va tashvish. Doimiy xavotir va tashvish. Bu qanaqa belgi? Bu bunaqa xavotirli holat bolada baqirish yoki jazoni yangi spishkasidan doimiy qo'rquvni hisobiga sodir bo'ladi. Ya'ni bola har doim tashvishli, xavotirli ko'rinadi. Biron bir arzimagan kichkina xato qilib qo'ysa ham pitir-pitir tipirchilikda o'ziga o'zi gapirib yuradi, fikrlarini jamlab ola olmaydi. Ya'ni bu hozir qilgan xatosidan yoki xato qilmagan holatda ham xato qilgan bo'lsam-chi degan qo'rquv bo'ladi. Mana shu sabab besabab xavotirli holatda yuradigan bolalarda ko'pincha shunaqa holat kuzatilgan bo'ladiki, ularni aybini tushuntirmasdan turib kimdir jazolagan. Kattalardan biri, yo ota-onasi, yo ota-onasini o'rniga ularni tarbiya qilayotgan insonlar aybini tushuntirmasdan turib, nima uchun uni urishayotgani yoki nima uchun uni jazolashayotganini tushuntirmasdan turib, uni urishib berishganini natijasida, baqirib berishganini natijasida bola ayb ish qilmasa ham, o'sha ayb ish qilgan bo'lsam-chi degan xavotirda bo'lgani uchun ham bu xavotirda doimiy yashaydi. Falonchi deb otini aytsangiz, tipirchilab, xuddi dovdirayotganga o'xshab,
ko'zlari jovdirab qarab turadi. Ha, ayb ish qildingmi? Nimaga unaqa qarab tursan? Siz battar unga baqirasiz, battar uni ezasiz. Lekin u o'sha qachonlardir siz uni bir yoki balki bir necha marta aybini tushuntirmasdan turib qattiq urishgansiz yoki jazolagansiz va shuni natijasida bolada doimiy xavotir va tashvishlanish holati sodir bo'lgan. Demak, ba'zida bu doimiy nevroz, asabiylashish, uyqu bilan bog'liq muammolar kabi ko'rinishi mumkin. Yoki hatto mana tik deydi, nervniy tik ko'rgan bo'lsanglar, bolani qayerdadir uchib turadi, ko'zi uchib turadi, labi uchib turadi yoki qayernidir qimirlatib turadi. Mana shu shaklda ham namoyon bo'lishi mumkin. Keyin ko'pchilik kuzatadigan holat, bola qayernidir ishqalab o'ynab turadi. Qo'lini, masalan, barmog'ini, qulog'ini, sochini tinmay ushlayveradi yoki qirsillataveradi, barmog'ini tinmay qirsillataveradi. Ayniqsa siz uni yoningizga chaqirib biron nimani so'ramoqchi bo'lsangiz, gapirmoqchi bo'lsangiz, oldingizga o'sha joyini ishqalab, shu barmog'inimi qirsillatib, ushlab, ishqalab keladi oldingizga, to suhbatingiz tamom bo'lmaguncha o'sha qo'lini ishqalab turaveradi. Qaysidir tana a'zosini qirsillatib yoki ishqalab turadi. Mana shu kabilar kuzatiladi bo'ladi yoki doimiy asabiy bo'ladi. Sal narsaga, masalan, deylik, sizga baqira olmasligi mumkin, lekin o'zidan kuchi kamroq, deylik, ukalari yoki ko'chadagi kichkina bolalarga o'sha nervoznost holatini ko'rsatadi. O'sha asabiylik, asabi taranglik holatini ko'rsatadi, baqirib ketadi, salgina holatlarga ham toqatsiz bo'ladi. Sizga hech narsa demaydi, xo'p bo'ladi, oyijon ko'zingizga qarab, ko'zi jovdirab turadi, lekin salgina imkoniyat bo'lsa, boshqa o'zidan kuchi kamroq bo'lgan odamlarga yoki hayvonlarga, ukalariga deylik yoki uydagi uy hayvonlariga shu o'zini asabiyligini ko'rsatadi, baqiradi, urishadi va hokazo. Demak, bu 8-belgisi edi. Shu belgilarni qaysi birini eng ko'p kuzatgansizlar? Shuni yozib qoldirishinglarni xohlardim. Qaysi belgini o'zingizlarda yoki farzandingizlarda eng ko'p kuzatgansizlar? Mani o'g'lim chimchilashni odat qilib olgan. Aha, xo'p. Katta qizim 2 yoshda, lekin gaplashaman desam qochadi. Xo'p, asabiy. Ukalarim shunaqa, dadam doim qattiq tegadi, urganda ham qattiq uradi. Ikkalasi ham. Xo'p. Demak, nima fikringiz bo'lsa, hammasini chetga yozib qoldirishingiz mumkin. Men dars tugagandan keyin ham o'qib chiqaman va endi eng hammani qiziqtirgan savol, bu holatlarni birinchidan mana ko'rdik, bildik shunaqa holat bo'layotganini. Endi nima qilish kerak? Endi nima qilish kerak bu holat bilan? Bormi shu savol? Mana shu belgilarni bilganingizdan keyin birinchi qaysi savol kelyapti? Fikringizga, ongingizga qaysi savol birinchi kelyapti? Xo'p. Bu fikrlarni bildik, eshitdik, shunaqa belgilar borligini bildik. Endi nima qilish kerak? Qanday qilib tuzatish kerak? Mana tabiiy savol tug'iladi. Kommentariyaga ham eng ko'p kelgan savol bor, shu narsa qanday to'g'rilasa bo'ladi? Nima qilish kerak? Xo'p. Demak, hammani qiziqtirgan savol bu narsani qanaqa qilib to'g'rilasa bo'ladi? Birinchi o'rinda qaysi biri kuzatilayotganini bilishingiz kerak. Mana shu 8 ta belgidan qaysi biri bor? Bittasimi, ikkitasimi, balkim bir nechtasi kuzatilar. Qaysi birini bolada kuzatyapsiz? Mana shu narsani o'zingiz uchun aniqlab olishingiz kerak. Qaysi biri aynan sizning farzandingizda namoyon bo'lyapti? Bu narsani aniqlaganingizdan keyin bu narsaga nima sababdan kelganinglarni aniqlash kerak. Bu juda muhim. Nimagaki aynan o'sha holatni bartaraf qilishingiz kerak bo'ladi. Nima sababdan bola shu holatga tushib qoldi? Mana shu savolga javob topishingiz kerak. Nimaga bola
shu 8 ta belgidan bittasini o'zida namoyon qilyapti. Qaysi holat, sizni qaysi qilgan xatti-harakatingiz bolaga shu holatni keltirib chiqardi. Mana shu holatni aniqlaysiz. Birinchi o'rinda shuni aniqlab olganingizdan keyin mana shuni ustida ishlashni boshlaysiz. Ya'ni bu bir marta bo'lib o'tib ketmagan. Katta ehtimol bilan siz bu xatoni bola bilan davomli qilyapsiz. Bir marta baqirib bu temani yopib qo'ymagansiz. Siz bu xatoni davomli ketma-ket qilgansiz yoki haligacha ham qilib kelasiz. Qo'shilasizlarmi shu fikrga? Katta ehtimol bilan bu narsani sababi sizlarda sizlarning tushunchanglarda bor, lekin bunga e'tibor qaratmayapsizlar. Katta ehtimol bilan buni e'tiborga olmagansizlar vaqtida. Lekin hozir tushunchanglar bor. Mana shu xatoni deb bola shu holatga kelib qoldi. Agar bu narsani anglasanglar, keyingi safar shu holat sodir bo'layotganda bolani urishga, tanbeh berishga yoki o'sha etbetini qissillatib turgan bo'lsa, qo'lingni o'ynama, ish qalama, yoqingni qo'yib vor, shunga o'xshash gaplarni gapirishdan o'zingizni tilingizni tiyasiz birinchi o'rinda. Nimaga? Chunki sababini bilib turibsiz. Sababi aniq-tiniq o'zingizga taqalib kelyapti. Demak, bu narsani sababini aniqlash kerak bo'ladi. Va sababini aniqlaganingizdan keyin mana hozir bir ikkita tavsiya berib ketaman. Bu bo'yicha shu narsalarni davomli sabr bilan, toqat bilan qo'llashingiz kerak bo'ladi. Bitta birinchi hozir sizlarni qotgan yutug'inglarni aytaymi? Bu narsani tan olayotganinglar. Eng katta xato o'zi tan olmaslikda bo'ladi. Tan olayotganinglarni o'zi sizlarni bu bilan tabriklashim mumkin. Bu xatoni tan olib, "Ha, meni bolamda bor" deyotganinglar va keyingi tan olish, mana hozir keltirib berganimdan keyin bu kattalarning aybiligini sizlarga ilmiy asoslangan faktlar bilan tushuntirib berganimdan keyin buni tan olish. Ha, rostdan ham bitta meni ilmsizligim sabab bo'lgan ekan. Meni tushunchalarim tor bo'lgan ekan. Meni dunyoqarashimni yetarlicha keng bo'lmaganligi sabab bo'lgan ekan. Mana shu nimaga sodir bo'lganini tushunganingiz, anglaganingiz va tan olganingiz o'zi sizni juda ham katta natija olishingizga sabab bo'ladi. Demak, hamma narsa tan olishdan boshlanadi. Terapiyaning birinchi qadami tan olish. Ha, bu muammo menda bor. Ongli fikr bilan, aql bilan, sabr bilan, toqat bilan vaziyatga qarab, ha, bu muammo menda bor. Bu birinchi tan olish. Ikkinchi tan olish, buni yozib ketsanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki dars vaqtida ha deb hamma xursand bo'ladi, foyda oladi, zo'r bo'ldi, endi qo'llayman deydi-da, lekin darsdan shunda chiqqaningizdan keyin bu yoqdan eringiz bilan gaplashasiz, bu yoqdan qaynanangiz nimadir deydilar, bu yoqdan bola yana nimadir qiladi. Hamma darsda eshitganlaringiz boshingizdan suv uchib chiqib ketadi. Keyin o'tiradi odam. Yaxshi bo'ldi dars, lekin hech narsa esimda qolmadi yoki umuman menga foydasiz bo'ldi. Eshitayotganimda yaxshidek tuyuluvdi. Dars tugagandan keyin safsataligini tushunib qoldim. Mana shunaqa fikrlar kelib qoladi. Agar siz berilgan vazifalarni, berilgan topshiriqlarni amalda qo'llashni o'zingizga disiplina qilib singdirmas ekansiz, darsni 1000 ta dars eshitganingiz ham foydasi yo'q. Agar odam amal qiladigan bo'lsa, tan olib amal qiladigan bo'lsa, tekin darsdan olgan foydasini ham hayotiga qo'llab zo'r natijaga erishishi mumkin. Bitta gap pulli yoki tekin bo'lganida emas. Mana tekinga dars beriladi, odamlar eshitadi, zo'r bo'ldi deydi, lekin olib foydalanmaydi. Nimaga? Chunki uni qadri yo'q. Narxi bo'lmagandan keyin qiymati ham, qadri ham bo'lmaydi. Lekin siz mana stereotipni parchalab, yo'q, men uchun hozir foydali ma'lumot berilyapti. Men pul to'lamasam ham bunga vaqt ketkazyapman.
Hozir mana 1 soat vaqtimni shu ekspertni tinglash uchun sarfladim. Ya'ni men to'lov qildim deb ongingizga singdiring. Men to'lov qildim. Men 1 soat vaqtimni sarflab eshitdim. Hech qachon qaytmaydigan 1 soat umrimni shu darsga bag'ishladim. Demak, hech bo'lmasa kichkinagina tavsiyasini, o'zimni qo'limdan keladigan tavsiyani olib, hayotimga albatta tatbiq qilishim kerak degan va'dani daftaringizga yozib qo'ysangiz, haqiqatda natijali bo'lish ehtimoli ko'tariladi. Xo'p, demak, davom ettiramiz. Birinchi qiladigan ishimiz tan oldik. Men tepada yuqorida bekorga yozdirmadim, bekorga plus qo'ydirmadim sizlarga. Birinchi eng qiyin vazifani sizlar bajardinglar. Ya'ni tan oldinglar. Ha, menda shu muammo bor. Endi ikkinchi tan olganinglar, ha, bu muammo bu qiyinroq kechadi. Yana ham qiyinroq, lekin buni ham tan olishinglar kerak. Ha, bu muammo meni ilmsizligimdan sodir bo'ldi. O'sha paytda ilmlarim yetarli emas edi. O'sha paytda yoki ilmlarim bo'lsa ham u ilmlarga ishonchim past edi, aqidam sust edi bu ilmlarga nisbatan. Shuning uchun men u ilmlarni bajara olmadim. Shuning uchun ham farzandim bilan shu xatolarga yo'l qo'ydim. Bu ikkinchi tan olish. Demak, bu ikkinchi tan olish. Tan olindi degani bo'ldi, terapiya boshlandi degani qizlar. Bo'ldi, sizlarga lecheniya boshlandi degani. Ha, meni rostdan ham shunaqa muammoim bor. Men uni o'zimning xatoyim bilan sodir bo'lgan. Endi sizlarga uchinchi beradigan zo'r tavsiyam haqiqatda sizlarga katta zarar qiladigan narsani olib tashlash. Bu aybdorlik hissi. Aybdorlik hissini olib tashlamas ekansiz, oldinga harakat qila olmaysiz. Tan olganingizni o'zi yetadi. Tan olish sizni yangi harakatlar strategiyasini bajarishingizga, yangi odatlar algoritmini hayotingizga kiritishingiz uchun yetarli bo'lishi kerak xolos. Sizni aybdorlik hissi darajasiga olib borib qo'yish kerak emas. Chunki aybdorlik hissi, bundan oldingi darsimni eshitsanglar, jonli efir o'tkazganman. O'sha aybdorlik hissi haqida tushuncha berib o'tganman. Juda ham foydali bilimlarni berganman. Sizni qaytanga maqsadingizdan uzoqlashtiradigan hissiyot hisoblanadi. Normadan oshgan aybdorlik hissi sizga faqat zarar keltiradi. O'sha darsimni ham albatta o'tib tinglashinglarni tavsiya qilaman. Eshitganlar yana bir marta takror eshitsanglar zarar qilmaydi. Eslatma bo'ladi, xudo xolasa. Demak, aybdorlik hissidan xalos bo'lgan holda mas'uliyatni bo'yningizga olib, bo'ldi. O'sha payt men ilmsiz bo'lgan ekanman, lekin bundan buyog'iga men o'zgaraman, men harakat qilaman. Demak, shunaqa bo'lishi kerak ekan. Mayli, qaysi fikr sizda nima deydi, qaysi fikr sizga yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha fikrni o'zingizga tan olib, lekin aybdorlik hissini juda chuqur bir ichingizga kirib ketmasligiga ehtiyot bo'lish kerak. Chunki aybdorlik hissi sizni qaytanga harakatdan tormozlanib qo'yadi. Bizga hozir nima kerak? Bizga siz qaytanga harakatga tushishingiz kerak. Ya'ni qaysidir yaxshi odatlarni o'zingiz ustingizda ishlash, yangi odatlarni bola bilan o'rnatish, yangi munosabatlarni o'rnatish uchun sizga qaytanga energiya, resurs kerak bo'ladi. Aybdorlik hissi bu resurslarni bizdan olib qo'yadi. Shuning uchun aybdorlik hissiga berilingiz. Bu uchinchi tavsiya. Uchinchi qiladigan ishingiz. Shunchaki xulosa chiqarasiz. Bu narsalarni bilishingiz, tan olishingiz sizga shunchaki vaziyatdan to'g'ri xulosa chiqarishingiz uchun xizmat qilishi kerak. Demak, bu uchinchi qadam. Birinchisi tan oldik. Shu muammo borligini tan oldik. Ikkinchisi, muammoda bevosita bizani xatoyimiz borligini tan oldik. Va uchinchisi, bu xatodan voy jigarim deb aybga berilib ketmasdan, siqilib o'tirib boshimizni voy deb ishlab o'tirmasdan, yoki eng bolasini urib baqirib qo'yadigan onalarni eng yaxshi ko'rgan odati bor, bilasizlarmi? Bola uxlagandan keyin kirib, sochlarini, yuzlarini silab, boladan kechirim so'rab o'tiradi. Mana mashi sizni qaytanga qo'l oyog'ingizni yoki qanotingizni kesadigan, sizni harakatdan to'xtatadigan faktor hisoblanadi. Nimaganligini men o'sha darsimda tushuntirganman. Kirib ko'rib olinglar, foydali bo'ladi.
Bundan oldingi zapis turibdi. Demak, aybdorlik hissiga berilmasdan shunchaki vaziyatdan xulosa chiqaramiz. Demak, ilmsizligim natijasida men shu xatolarni qilibman. Demak, ilmsizlikni nima bilan to'g'irlash mumkin? Ilmsizlik bu johiliyat, to'g'rimi? Johiliyat so'zining ma'nosi ilmsizlik. Ilmsizlikni nima bilan to'g'irlash mumkin? Ilm bilan, to'ppa-to'g'ri. Ilm bilan to'g'irlash mumkin. Demak, aybdorlik hissiga berilib, yig'lab, siqilib o'tirmasdan biza bugungi olgan ilmimizni, bugungi olayotgan bilimlarimizni, to'g'rirog'i, ilm olishga yo'naltirishimiz kerak. Ya'ni qanaqa ilmligi haqida ham ozgincha sizlarga vaqtimiz yetgancha tushuncha berib ketaman. Qanaqa ilmlardan boshlash kerak? Qanaqa ilmlarga e'tibor qaratish kerak? Ilm bilan, to'ppa-to'g'ri, ilm bilan o'z ustida ishlash, rivojlanish, kechagi kundan xulosa qilish va ertagi kundan umid bilan bugungi kunni rejalash. Dushanbadan boshlayman, 1-chislovdan boshlayman, yo'q. Bola tarbiyasida har bitta minut hisobda. Siz unga gapirayotgan har bir gapingiz, har bir xatti-harakatingiz, har bir ishingiz hisobda turibdi. Olimlarni zo'r bitta fikri bor, o'xshatish bor. Bola deydi, bamisoli oppoq bitta qog'oz. Unga nimani chizsang, ertaga 5-10 yil o'tib, o'sha narsani o'zing o'qib o'tirasan. Nimani o'qishingni bugun o'ylab yoz. Ertaga o'qiydigan narsangni bugun o'ylab, tafakkur qilib, fikr qilib yoz. Demak, hozirdan o'zgarishni boshlashimiz kerak deb yozibdilar. Hozirdan, aynan hozirdan, to'ppa-to'g'ri. Mana hoziroqdan ahd qilish kerak. Mana shu motivatsiyani tushirmasdan, motivatsiya nimaga kerak? Bir nuqtaga borib olishimiz uchun, nimanidir boshlab olishimiz uchun kerak. Va o'sha disiplinada bardavom bo'lishimizni endi bu iroda ta'minlaydi, lekin o'sha narsani o'sha ishni boshlab olishimiz uchun bizga motivatsiya kerak. Mana hozir darsdan oladigan motivatsiyangizni birdan bitta ishga yo'naltirib, hozir bitta texnika beraman. Dars oxirida u meni juda ham yaxshi ko'rgan texnikam. O'sha texnikani bajarib, natijalaringizni yozishinglarni kutib qolaman. O'zi har darsda texnika beraman. Natijalarini yozinglar deyman, ogohlantiraman. Ey, baraka topkurlar. Ustozga minnatdorchilik hisoblanadi bu. Yozinglar. Ustoz sizlar olgan ilmdan xursand bo'ladi. Olishibdi, qilishibdi, bajarishibdi deydi. Minnatdorchiligi bildirilgan ilm juda ham yuqumli bo'ladi. Shunchaki olib eshitgan bilimingiz bir bo'ladigan bo'lsa, minnatdorchilik bildirib eshitgan ilmingiz 1000 bo'ladi. Sizni natijalaringizni yozishingiz, "Men shularni bajaryapman ustoz" deb yozib qo'yishingiz ham shaxsan men uchun minnatdorlikni bir ko'rinishi. Men shu aytganlaringizni bajaryapman deb yozib qo'ysangiz, birinchidan o'zingiz uchun ham challenge bo'ladi. Men o'sha yerga yozaman deb o'zingiz kuzatasiz. Ikkinchidan men uchun ham bu juda ham motivatsiya bo'ladi, ruhlantiradi meni keyingi jonli efirlarni tez o'tkazishga, xudo xolasa. Demak, keyingi qo'yadigan qadamimiz bu ilm olish ekan. Ilmsizligimizni ilm olish bilan davolar ekanmiz. Endi tabiiy savol tug'iladi. Qanaqa ilm olishimiz kerak? Yana bitta narsani aytib ketay. Eng bitta vaziyatda yutqizadigan odamlar bilasizlarmi, kim bo'ladi? Bizning ota-bobomiz ham shunaqa katta bo'lgan. Hech narsa qilmagan. O'lmagan, tirilmagan, mana yashab yuribdi, bekorlarni aytibsiz, safsatani gapiribsiz degan fikrlarni boshidan o'tkazayotgan yoki qayergadir yozayotgan odamlar eng ko'p yutqazyapti. Ular menga zarar qilmayapti, ilm berayotgan odamga zarar qilmaydi ular. Ilm berayotgan odam o'zini o'sha shag'amini ko'tarib, nurini ko'tarib ketaveradi. Bu shu narsani niyat qildimi, Xudo uni shu yo'lga boshladimi, qo'yib qo'ydimi, o'zi shu yo'lidan ketaveradi. Lekin u odam birinchi o'ziga zarar qiladi. Nimaga? Chunki ota-bobomizni davri birinchidan boshqa davr edi. Texnika bu darajada rivojlanmagan edi. Gadjetlar bu darajada dostupniy emas edi. Ma'lumotlar bu darajada dostupniy emas edi. Shu darajada boshqa vaziyat ediki, hozir unaqa emas. Birinchidan
vaziyat o'zgardi. Bolalarimiz bizadan olmagan informatsiyani bemalol ko'chadan chiqib olishi mumkin. Biza bolaga jim bo'l, gapirma bu mavzuda deganimiz bilan bola bu narsani sizni oldingizda gapirmay qo'yadi xolos. O'zingiz xursand qilib yurmang tag'in. Men bitta do'q qiluvdim, bola bo'ldi, gapirmay qo'ydi o'sha mavzuda, o'sha ish qilmay qo'ydi deb o'zingiz xursand qilib yurmang tag'in. Bu o'zingiz aldaganingiz bo'ladi. Chunki bola shunchaki sizni oldingizda shu ishni qilmaslikni o'rgandi. Endi o'sha ota-bobomiz qilgan ishni takrorlashimizga keladigan bo'lsak, birinchidan hadislarda ham kelgan, zamonasiga yarasha ilm berish haqida sahih hadislardan kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan bu hadis. Zamonasiga yarasha ilm, ta'lim, tarbiya berish birinchi sababi. Ikkinchisi, kim aytdi sizga ota-bobolarimiz baxtli bo'lgan deb? Shunchaki yutgan, chidagan yoki tashqariga chiqarmagan yoki mana shu ommaviy axborot shu darajada rivojlanmagan, hech kim dardini hozirgidek bemalol chiqib doston qila olmaganini imkoniyati bo'lmagan. Ularda ham bo'lgan o'ziga yarasha muammo. Faqat ularni yo etishga vaqti bo'lmagan, yo etishga imkoni bo'lmagan. Dardligi o'zligi bilan ketgan. Shuning uchun ota-bobomiz qilgan ish, qilaylik degan ish o'zingizlar tushungandirsizlar qanchalik noto'g'ri ekanligini. Demak, ota-bobomiz shu ishni qilgan, biz ham qilamiz deb o'tirganlar, o'tirib qolib keturadi. Bola tarbiyasi nimasi bilan nozik qizlar? Siz bugun ekayotgan urug'ingizni 10 yil, 15 yil o'tib terib olasizda. Hozir danli moment ko'rinmagani uchun ko'pchilik bee'tibor bo'ladi bu holatga. Men bitta misol keltiraman, har doim farzand tarbiyasi bo'yicha kurslar qilinadigan bo'lsa yoki bir qanaqadir seminarlar tashkil etiladigan bo'lsa yoki konsultatsiyalar pulli bo'ladigan bo'lsa, odamlar pul ajratib kelishi juda qiyin. Lekin eri xiyonat qilgan bo'lsa, qaynonasi bilan muammosi bo'layotgan bo'lsa, ishdan haydab yuborishgan bo'lsa, yo'q pul ham topilib odamlar tez imkon topib yetib kelishadi. Nimaga? Chunki er bilan muammo darrov ko'rinadi-da. Qaynona bilan muammo ham darrov ko'rinib qo'ya qoladi. Ishdan haydab yuborishgani ham darrov ko'rinadi. Lekin bola bilan bo'layotgan muammo yillar o'tib o'zini namoyon qiladi. Shuning uchun odamlar g'aflatda bo'lib qolishadi. Hozirgi vaziyatiga g'aflatda bo'lib qolishadi. Bola ko'rmaydi, tushunmaydi, anglamaydi, bilmaydi deb oldida har xil ilmsizlikni ketidan chiqqan xatti-harakatlar, baqirishlar, jazolash noto'g'ri usullari qo'llaniladi va hokazo. Lekin uni natijasi ko'rsatilayotgan paytda kech bo'ladi sizga. Demak, keyingi etap ilm olish, ya'ni to'g'ri ilm olish va ilm olishda ham nimaga e'tibor qaratish kerak? Birinchi sizlarga nima tavsiya qilgan bo'lardim? Bolani yosh davrlariga mos ilm olish. Mana nima ilm olishi boshli deydigan bo'lsanglar, masalan, men konsultatsiyaga imkoningiz yo'qdir yoki qimmatroq kursga imkoningiz yo'qdir, lekin kitob olib, 3 dan keyin kech, keyin baqirmaydigan onalar, bitta videoim bor, Instagramda kirib ko'rishingiz mumkin. Onalar o'qishi, обязательно o'qishga tavsiya qilganman. Men pedagog psixolog sifatida, olima ayol sifatida, 3 ta farzandni onasi sifatida berganman bu tavsiyalarni. Shu kitoblarni albatta o'qish. Kitob unaqa qimmat turmaydi. Faqat sizdan nima talab qilinadi? Ozgina vaqt ajratib shu kitobni o'qish. Keyin meni o'zimda ham bor darslar, YouTube kanallarda bor darslar, bepul shundoq berilgan ilm. Mana shulardan boshlab, hech bo'lmasa o'sha karvoningizni yurg'izib olish, hech bo'lmasa bitta yo'lga solib imkoni bor sizlarda. Demak, o'sha hech bo'lmasa qo'l ostingizda bor bepul berilayotgan ilmni qadriga yetib, albatta o'sha kimdan ilm olayotgan bo'lsangiz, o'sha odamga minnatdorchilik bildirib, men bu bo'yicha ham o'sha darsimda, Telegramda dars yozuvi bor, tepada chiqib ko'rsanglar bo'ladi, bildirganman. Nima uchun har qanaqa olingan bilimni bitta so'z o'rgatsa ham inson, bitta so'z o'rgatgan insonni ham ustoz bilib, o'rgatgan narsasi uchun minnatdorchilik bildirish ustozdan ham ilm olgan odamga qanchalik muhimligini tushuntirib berganman. O'sha bepul darslarni ham olganingizdan keyin minnatdorchiligini bildirsangiz, o'sha ilm sizga yuqishi osonlashadi.
tezlashadi. Chunki siz uni haqqini ado qildingiz, to'lovini qildingiz. Mayli qo'lingizdan kelgancha rahmat deb yozib qo'ydingiz, Alloh rozi bo'lsin deb yozib qo'ydingiz yoki bir ijtimoiy platformalarda bo'ladigan bo'lsa, masalan YouTube, Instagramda bo'ladigan bo'lsa, bir like bosib, kommentariy yozib, o'shani aktivini oshirishga yordam berdingiz va yana bir tarafi siz like bosganingiz hisobiga yana ham ko'proq odamlarga shu ilm yetib borishga savobiga sherik bo'ldingiz. Demak, обязательно o'sha bitta so'z o'rganib chiqib ketayotgan bo'lsangiz ham, shu bir nimadir jest bilan, qo'lingizdan keladigan jest bilan minnatdorchiligini bildirib chiqib ketishga harakat qiling. Kimdan ilm olishingizdan qat'iy nazar. Bitta so'z bo'lsa ham sizga foydali bo'lgan bo'lsa. Demak, eng oson platformalardan, eng oddiy kitoblardan o'qishni boshlab, farzandingiz bilan munosabatni yo'lga qo'yish. Endi hozir mana vaqtimiz ozgina qoldi, texnikani aytib olmoqchiman. Demak, bitta texnika bor, juda ham zo'r, uni yozib olishinglarni xohlardim. Demak, biz har doim tavsiya qilamiz-da, ko'p bola bilan suhbatlashish, har kuni 5 daqiqadan bo'lsa ham bola bilan suhbat o'tkazish, gaplashishni tavsiya qilamiz. Lekin ko'pchilikda bu malaka bo'lmaganligi uchun nimadan boshlashni bilishmaydi va shu nimadan boshlashni bilmay yurgan ota-onalar uchun mana shu texnikani hozir o'rgataman. Bu texnika orqali siz bolangizda nafaqat siz bilan dialog o'rnatish malakasini shakllantirasiz, balki bolada atrofida sodir bo'layotgan pozitiv detallarga, kichkinagina bo'lsa ham, lekin pozitiv, yaxshi, shukr qilishga arziydigan detallarga e'tiborini qaratishni o'rganasiz. Yozib olishinglarni xohlardim bu texnikani daftar ruchka olib va albatta bajarganinglarni men bilan bo'lishinglar. Bugun kun bo'yi gapirdim, shunga sal tomog'im pand berib turibdi. Uzr so'rayman. Demak, bu texnika boya aytib o'tganimdek, sizlarga bolangiz bilan dialog, kontakt o'rnatishga, har kuni o'sha nimani gaplashaman demasdan, shu savollarni berish orqali gaplashib, o'zingiz munosabatlaringizni yaxshilashga va qolaversa bolangizda o'sha yaxshi yoki yomon detallarga e'tibor qaratishga o'rgatadi. Ikkita usuli bor. Bu texnikani bajarishi, siz farzandingiz muammosidan kelib chiqib, ikkalasidan bittasini qo'llashingiz mumkin. Bittasi, birinchisi yozib oling. Bu farzandingiz bilan hamma gadjetlarni, hamma muammolarni, hamma telefon narsani yig'ishtirib qo'yib, ko'zlaringiz, butun fikringiz, ong shuuringiz bolada bo'lgan holda, buni yotish oldi qilsangiz ham bo'ladi, uyquga ketishdan oldin farzandingiz bilan bugun sodir bo'lgan, u bilan sodir bo'lgan 3 ta pozitiv voqeani eslashini so'raysiz va o'zingiz ham misol tariqasida aytib berasiz. Demak, savol berasiz. Bugun sen bilan sodir bo'lgan 3 ta yaxshi holat. Bu yerda aytib o'tishim kerak. Birinchi marta, birinchi 4-5 kun, bir hafta bajarayotganingizda bu juda ham qiyin bo'ladi. Chunki bolada hali bu narsa shakllanmagan, eslolmasligi mumkin, ushta chiqmasligi mumkin. Lekin sen esla deb unga yordam berishingiz kerak. Kichkina detallarga ham e'tibor qaratish kerak. Kimdir senga kulib qo'ygandir, juda bo'lmasa. Kimdir senga kulib qo'ygandir balkim. Besh olganingdir balkim. O'qituvching doskaga chaqirganda hammadan zo'r javob berganingdir. Maktabga ketishga qolmasdan vaqtida borganingdir. Men qilib bergan ovqat yoqdimi? Bugun og'zingga mazali ekanmi? Hech bo'lmasa shuni ayt bolam deb yo'naltirib turishingiz mumkin. Boshida qiyin bo'ladi, ogohlantiraman. Nimagaki, bu malaka hali bolada shakllanmagan. O'zingiz ham o'zingiznikini aytasiz. 3 ta siz aytasiz, 3 ta bola aytadi. Bu bora-bora bolada уже vazifa, xuddi uyga vazifadek muhrlanishni boshlaydi. Ertalab maktabga ketayotganida o'zini o'zi shu narsaga yo'naltirib boradiki, meni kechki payt oyim so'ringlar, o'sha 3 ta pozitiv narsani o'zim eslab qolishim kerak kechki payt oyimga aytib berishim uchun. Lekin bu malaka qachon shakllanadi? Qachonki siz har kuni qor yog'adimi, tosh yog'adimi deydi-ku, qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa kayfiyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, uyingizda nima sodir bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, bu suhbatni bola bilan o'tkazasiz. Ovozim eshitilyaptimi? Qizlar jonlar.
hech narsa yozmay qo'ydinglar, jim bo'lib qoldinglar, daftarga yozyapsizlar, shuning uchun yozmayapsizlar. Ha, bo'ldi. Demak, hamma daftarga yozyapti, shuning uchun kommentariya tinch deb hisoblayman. Chunki hech qanaqa fikr bildirmayotganinglar uchun mani eshitmay qoldinglarmi deb xavotir oldim. Bo'ldi. Xo'p, yes. Rahmat javob berganlar uchun. Demak, davom ettiramiz. Shu savolni berasiz va o'zingiz ham javob berasiz. Bu birinchi varianti texnikani. Bu texnikani birinchi varianti bu o'sha pozitivniy мышление deydi. Pozitiv fikrlashga o'rgatishga qaratilgan texnika. Boshida sanab o'tdim, juda yaxshi xususiyatlari ko'p. Dialog o'rnatasiz, gaplashishingizga sabab bo'ladi, bola sizga ishonadi, ochiqlanadi. Plus o'sha muntazam har kuni tinimsiz shu narsani bajarishi odat tusiga kiritganingiz hisobiga bola har yurgan turganida e'tiborini yaxshi pozitiv narsalarga qaratishga odatlanadi. Chunki kechki payt sizga hisobotcha topshirishi kerak. Bu birinchi varianti. Gulnoza Primova ikkinchini ayting, iltimos. Shoshgan qiz nimaga yolchimasidi? Shoshgan qiz yaxshiliklarga yolchimaydi. Shoshmay turing. Hozir sekin aytaman. Kimdirni qabul qilishi tez qizlarjonlar. Men ham oldin tez fikrlardim, tez gapirardim, lekin hamma bir xil ilg'amagani uchun hozir imkon qadar sekinroq detallariga e'tibor berib tushuntirishga harakat qilaman. Chunki hamma bir xil ilg'amaydi. Hammani naqasi tezligi bir xil emas. Bizni xohlavonimiz imkon qadar ko'pchilikka yetib borishiga. Yo'q, hech qisi yo'q. Uzr so'ramang, hech qisi yo'q. Shunchaki aytdim, siz tezroq fikrlasangiz, sizni fikrlashingiz tezroq bo'lsa, siz uchun men sekin gapirayotganda yoki bitta narsani aylantirib gapirayotganda tuyulishi mumkin. Lekin men o'zimni tajribamdan bilaman, hammaga ma'lumot yetib borish skorosti hammaniki bir xil emas. Qabul qilish skorosti bir xil emas. Shuning uchun imkon qadar tushuntirib aytishga harakat qilaman. Demak, bu texnika bo'yicha savollaringlar yo'q bo'lsa, keyingisini aytaman. Keyingisida xuddi shu texnikani yoniga 3 ta yomon narsani aytib qo'shasizlar. Hozir men tushuntiraman, bu texnika kimlar uchun va qanday holatda so'rashingiz mumkin buni. Demak, 3 ta pozitiv va 3 ta seni xafa qilgan holatni aytib ber deb vazifa berasizlar. Yozib oldinglarmi? Demak, ikkinchisi qachon yordam beradi sizga? Qachonki bolani ichki dunyosini tushunmayotgan bo'lsangiz. Uni o'y-xayollarida, fikrlarida nima o'tayotganini bilmayotgan, anglamayotgan bo'lsangiz yoki bolaga maktabidami yoki boshqa bir holatda qanaqadir xavf borligini yoki u travma olmaganini bilolmayapsiz yoki travma olish darajasini baholay olmayapsiz. Yoki bolaga nima yoqish-yoqmasligini tushunmayapsiz. Mana shu holatlarda texnikani ikkinchi ko'rinishini qo'llasangiz bo'ladi va yana bittasi bolani emotsional intellektini o'stirishda. Mana shu texnikani qo'llashingiz mumkin. Hozirgi davrda emotsional intellekt muammosi juda ham global. Ayniqsa bizning mentalitetda, chunki biz emotsiyalarni bostirishga odatlangan xalqmiz. Emotsiyalarni bostiramiz biz. Boya darsimni boshdan eshitayotganlar bilishdi. Emotsional intellekt nima uchun kerakligini, qanchalik muhimligini men tushuntirdim. Hayotda o'z o'rnini topishda, jamiyatda foydali inson bo'lishda, jamiyatga ham foyda keltirishda, jamiyatdan ham foyda olishda emotsional intellekt o'rni juda ham katta. Demak, bolada emotsional intellektni shakllantirishda texnikaning ikkinchi usuli ham juda ham yaxshi foyda beradi. Va shunaqa narsalarni kuzatishingiz mumkin. Bola aslida xafa bo'lib aytish kerak bo'lgan narsalarni xursand bo'lib aytayotganini kuzatasiz. Bo'ladi, unaqasiga ham tayyor turing yoki teskarisi. Yoki buni aksini ko'rsatishi mumkin. Bu o'sha bolada emotsional intellekt to'g'ri shakllanmaganligidan dalolat bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bolada yashirin agressiya, passiv agressiya ham bo'lishi mumkin. Masalan, qaysi holatdaki bu xafa bo'lish kerak bo'lgan joyi xursand bo'lib, kulib aytib beryapti. Masalan, bitta sinfdoshim yiqilib tushdi-da, oyi, bu narsani u o'sha yaxshi narsalar qatorida sanab beryapti sizga. Mana shu joylarda bolada o'sha agressiya, ichki passiv agressiya
mavjudligini sizga bildiradi va bu narsa ham sizga zvonochik, signal. Ey ona, e'tibor qarating, menga e'tibor qarating, men bilan shug'ullaning. Menda shunaqa xatolik ketyapti. Siz qilgan qaysidir xatolik menda mana shu ko'rinishda namoyon bo'lyapti. Shuni tuzataylik degan sizga belgicha hisoblanadi bu. Xo'p, yozib oldinglarmi? Demak, ikkita ko'rinishini tushuntirdim. Birinchisida siz faqat pozitiv narsa haqida so'rashingiz mumkin. Bu qachon, qaysi holatlarda? Bu kattalardan qo'rqadi. Tak, keyin his-tuyg'ularini ifoda eta olmaydi. Perfeksionizm va baland ovoz bo'lganda qotib qoladi va yuzma-yuz suhbatdan qochadi kabi bolani belgilari bo'lganida mana shu texnikani qo'llashingiz mumkin. Bolada o'sha yashirin agressiyani bilish uchun, emotsional intellektni shakllantirish uchun, bolaga qanaqadir xavf bormi, yo'qmi, siz bilan bo'lmagan paytda bolani emotsiyalari bostirilyaptimi, qayerdadir unga psixologik zulm yoki psixologik zo'ravonlik o'tkazilyaptimi, mana shu narsalarni bilib olishingiz uchun ikkinchi texnika zo'r yordam beradi. Qizlar, haqiqatda zo'r ikkita texnika bilan bo'lishdim sizlar bilan. Yashirmayman, bu pulli kurslarimizning texnikasi hisoblanadi, lekin bugun hurmat qilib, kirib, bilim olmoqchi bo'lganinglarni haqqi hurmati shunaqa zo'r texnikalarni sizlarga beryapman. Lekin bu texnikalar sizlar uchun omonat. Omonatligi nimadaki, uni bajarish kerak qizlar. Bajarganinglarni yozsanglar, men mana shu narsalarni sizlar bilan bo'lishganimdan xursand bo'laman, haqiqiy qalbimdan rozi bo'laman. Shu narsalarni bajarib, natijalarini albatta Telegram kanalimda yozib qoldiringlar. Fikringlarni yozib, aktiv bo'lib, kommentariyalarni portlatib yuboringlar deydi-ku, blogerlar, vaynerlar, kommentariyalarni portlatib yuboringlar. Men fikringlarni o'qib, mazzala qilib yuboring. Sizlarga ketkizgan bugun 1 soatdan oshdi. Ketkizgan vaqtimga mingdan-ming roziman deb, har kommentariyalarni o'qiganimda mingdan-ming roziman deb xursand bo'lib sizlarni duo qilib qo'ying. Kechirasizlar, tomog'im bo'g'ildi qizlarjonlar. Demak, bugungi dars sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar qizlar. Tomog'im sal charchab qoldi. Demak, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar, olgan ilmlaringlar bu dunyoinglar uchun ham, u dunyoinglar uchun ham manfaatli bo'lsin va Allohning roziligiga yetishtirsin. Savollaringlar bo'lsa yana yozinglar. Ko'p berilgan savollar bo'yicha yana nasib jonli efirlar qilamiz xudo xolisa. Savollaringlarni yozib qoldiringlar. Savol-javobga bugun vaqtimiz qolmadi. O'zi savol-javob o'tmoqchi edim, lekin vaqtimiz qolmadi. Lekin shunda ham foyda olib chiqib ketyapsizlar deb umid qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Farzandlaringlarni hammanglar rohatda rohatlanib ko'rish nasib qilsin. Bu juda muhim. Shunchaki rohatini ko'rmanglar, rohatlanib ko'ringlar. Baxtini baxtda ko'ringlar, sog' salomat yurganini sog' salomatlikda ko'ringlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.